Assalamu alaykum arkadaşlar. Bugün ötüdüğün dersimiz nayet yiyişlik çoğunlar küçük bala behmi yoqtırıp yeydiğen tuş yasaş usulünü öğrenmemize. Bunun ketirgen materyallar aldı bilen biz xemirini tayyor qilamiz. Xemir için ketirgen materyallar 6 tane tuxum. Yani muşu küçük koşukta bir koşuk, bir çay koşuk tuz, monotuz, bir çay koşuk tuz, bir çay koşuk mavu, soda hanımlar. Karbonatı bir koşuk silip, bunu bir xemir yoğurup alamiz. Aldı bilen biz muşu quruq boğan bir qaçımızga bir aş koşuk suv mayını koyup, bunu bir mayılap atamiz. Xemir yoğurgandan keyin xemirning yuziga muşu chaqishib qolmasligi uchun bunu tekşi bir mayılap atamiz. Mana mayılap olgandan keyin 6 dan tuxumni chiqib tushirib oldik. Endi biz bunu qo'l chalg'uvchimizning yordami bilan bir aralashtirib olamiz. Bunu aralashtirib olgandan keyin bir kichik qo'shiq, buni bir bal qo'shiq karbonatni to'kdik sodadan. Yana bir bal qo'shiq mavul. Mana soda bilan tuzni to'kib olgandan keyin buni yana tekrar aralashtirib, aralashmasini qilib olamiz. Ondan keyin biz şu aralashimizning ustiga unni az-azdan qo'yib turib, qattiq bir xil xemir yo'g'irib olamiz. Xemirimiz qattiq bo'lsa, yeygan chog'da unni az ishlatamiz. Undan keyin mayli pishirgan chog'imizda mayga un chiqib ketmaydi, xonimlar. Xemirni qattiq yo'g'alsak, shunday yaxshi bo'ldi. Buni yaxshi aralashtirib olaylik. Unni az-azdan sep qilamiz xonimlar. Biroqla xemirni yo'g'irish uchun unni jiq to'kotmaymiz. Mush az-azdan sep turib, qattiq bir xil xemir yo'g'irib olamiz. Hanımlar, biz xemirimizni yoğurup tayyor qildik. Shuna ching kelgan xemir bo'ldi bu. Yoğurishdan burun bu tarangimizga may surib o'tqanlikdan bu xemir chopishib qolmay shunday pok holatda yo'g'rildi. Endi biz buni 10 minut tindirish qo'yib qo'yamiz. Yoğurib olgan xemirimizning ustiga azroqli unni sepamiz. Unni sepib buni bir qancha bilakka parchalab olamiz bıçaqning yordamida. Mana xonimlar, biz bıçaqning yordamida 4 parchaga bo'lib oldik xemirimizni. Yana biz buni unlab turib yeyib olamiz. Müşahadet eki olsak buldu. Biz kağallarını müşahadet eki olduk mana. Endi biz bunu çöp yayran başımızdaki en kalın yayran kısmında birinci numaralıkta yiyip çıkaralımız. Biz bunu yiyip çıkaralımız. Başımızda peşin yiyip olamiz. Qog'ozlarni mushtarakada bir yeyib chiqarib olamiz. Mana xonimlar, biz qolgan 3'sini mushtarakada yeyib olgandan keyin endi biz mush xemir cho'ntirgan mashinamizniki 1, 2, 3, 4-chi numaraliq tushga to'g'rilab buni tashirdik. Endi biz yana xemirimizni tiqib bunu nefisletip keskerek olmasa hanımlar. Eğer can kol yayalaydigan hanımlar olsa kol yaysak mı buldu bunu mana. Muşinçilik qalalıqda busu buldu. Qan xemirlanma aşı 4-chi numaralıqda yeyip nefis halatda muşnaq yeyib olmasa. Mana hanımlar hem xemirni
Tütün şunu mo'lluqda yeyip olgandan keyin biz buning o'tirsidan kesib ikki parcha qildik. Endi biz buni mushu inchik cho'p kesilgan qismida kesib chiqaramiz. Mana bu xamirimiz qattiq yo'g'rilg'achqa balki chaplashmayli chiqdi. Mana qolgan xamirlarni mushtarkada mishada kesib chiqarib olamiz. Biz buni qattiq yo'g'rilg'achqa hech qanday un sepilmadi. Shuni tirik holatda deyildi. Endi mayni qizitib olamiz. Mana qizlar qizangan muvofiq miqdorda may qo'yib oldik. Endi biz buningga abaydan kesib tayyor qo'ygan cho'pimizni selib pishirib olamiz. Mana qizlar, xamirni oz-ozdan solamiz, jiq sovatmaymiz. Jiq sovatsak mavo teshib ketish ehvollari yuz beradi. Mana oz-ozdan sepib turib, buni oq oldini o'rib turib, oltin rangga kirguncha sarg'aytib pishirib olsak bo'ldi, xonimlar. Daha örüp durmuşsak aslında bek kızırıp pişirgan, töpü pişmeyen ihvalar yuz berdi. Egerçen süzük pişirishni yaxshi ko'rsangiz, mushani tavasini buldu. Men sal qizartib berishni yaxshi ko'raman. Buni yana ozroq pishirib qizarganda olma. Mana shunday rang kirgan suzib oldimmi buni. Suzib endi biz bir taranga duglaymiz. Az-azını sep pişirib olsak bo'ldi. Mana savaşdaşlar, biz bu tuşçumuzdaki xamirini pişirib tayyor qildik. Endi biz buniki qiyamini tayyorlaymiz. Biz bunun qiyami uchun 400 gram hasalga 400 gram shakarni qo'yib tangshaymiz. 400 gram hasal. Şimdi biz bu 400 gram masalimizin töpiga 400 gram shakar to'kamiz. Hem ikkisi qo'shilib 800 gram bo'ldi. Gram şeker, 400 gram masal. Mana shekarlardan aralashmasi 800 gram bo'ldi. Biz endi buni shakar bilan asalni aralashmasini suz o'tda aralashtirib qiyam holat ekilimiz. O'timiz bek kuchli ketmasin. Mushu tuşniki qiyamini de tanışıp qaynatish bek muhim xonimlar. Bununla işletken vaqtimizga tang nisbat shekarga, tang nisbat asalni aralashtiramiz. Mush ishlatgan asalimiz cho'qim, saf asal bo'lishi kerak. Suv aralash qolgan asallar bo'lsa, tushimiz yaxshi qatmaydi. Hem pishiriq asalimiz bor, o'zimiz qaynatib baqali, qat-qatla ishlatadigan. O asalni ishlatishga qat'iy bo'lmaydi xonimlar. Uni damonliqda qatqanda qilgan bilan to'g'raganda o'g'ilib ketish hodisalari yuz berdi. Shuning uchun cho'qim saf
Muş işençili kasallarni ishlasangiz, tushingiz shundoq yaxshi qotadi. Endi biz buni bunday aralashtirib yurib, qaynatib olamiz. Qaynatib, quyuq holatga ekib olamiz. Mana asal şeker shunda holatga kelganda biz bunun quyilgan yoki quyilmaganini bir chinimizga sovib oldik. Muz suvga temitib turib, kristallanadi, yumaloq holatga qolsa, bizning bu sharbetimiz tayyor bo'lgan bo'ldi. Ham buni tam o'zib qo'yaylik. Qizlar mana bizning sharbetimiz tayyor bo'ldi. Yani azroq tursa kerak. Sal yeyilgandek qildi. Mana tayyor bo'ldi. Bu yeyilmayli yumaloq shaklda qotdi. Mana kızlar bunu kızlı vaxtda eleştirib tayyor qilib oldik. Endi madasimizga ovqatni sepib shakl zinatlash uchun qo'yib oldik. Endi buning ustiga biz tushimizni to'kimiz. Hanımlar, qo'limizni muzdek suvda ho'ldib oldik. Mushu qiziq vaqtida buni besib shakl chiqarib olamiz. Buni aslan qismi ovqat sepdik. Buni shakl chiqarib olib, qotgandan keyin buni o'rib, kesib, taslayelib iste'mol qilsak bo'ldi. Odatda men bu tuşun kilosunu 45 liradan sataman hanımlar. Mana savdoshlar tuşumuz tayyor bo'ldi. Buni kesib, shundoq to'rtchas shaklda kesib tayyor qildik. Shundoq yaxshi qotdi bu. Bo'lsa pishirib ko'rib boqingizlar. Ham shundoq tamlik, ham yeyishlik bo'lgan. Hazır bazar sasmona oqadigan bir pishiriqlarning bir turi bu.